Chap qo'l og'rig'i bilan kelgandim. Bo'yin umurtqalarini 6-7 sohasida foraminal stenoz deymiz. Operatsiya qilishib, ana o'sha girija ekan, girijani olib tashlashdi. Umurtqani orasidan kirib borgan holatda mana shu disk churrasini olib tashlab, nerv ildiz kanalini kengaytirib, nervlarni ezilishiga barham berdik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bizga navbatdagi bemor murojaat qilyapti. Ahmedov Dilmurodjon 73-yil tug'ilgan, Farg'ona viloyati Oltiariq tumanidan bo'ynidagi og'riqni chap qo'liga berilishiga, chap qo'lini uyushishiga, og'riqni asosan yelka, kurak sohalaridan boshlanib, pastki qo'lini panjasiga va asosan ikkita barmog'iga borishiga va shu ikkala barmog'ini uyushishiga shikoyat qilib kelyapti. Bemorda bir qancha yillardan beri o'zi bo'yni og'rib turadi, qo'li og'rib turadi, davolanishlar tufayli qisman yengilliklar bo'lib kelgan va oxirgi marotaba shu bir necha oy oldin kuchli og'riq paydo bo'lib qolgan hamda davolanishlar natijasida bir yetarli samara bo'lmagan. Endi biz u kasalda MRT qildik. Oldin ham bir qancha MRTlari bor va MRTlarda shu bo'yin umurtqalaridagi disk churralari tasdiqlangan edi va qayta eng oxirgi MRT tomografiyasida ham xuddi shu disk churrasi tasdiqlanyapti hamda nisbatan kattalashib qolgan holatda. Va MRT tekshiruvida bo'yin umurtqalarini 6-7 sohasida foraminal stenoz deymiz, shu ildiz kanalini torayib qolishi hamda shu yerda disk churrasi aniqlanyapti. Hamda bemorda roziligiga asosan biz operativ davolashni rejalashtirdik. Bemorga bir qancha operatsiya uslublarini taklif qildik. Bu birinchisi ochiq uslubdagi operatsiya hamda endoskopik turdagi operatsiyalar. Ochiq uslubdagi operatsiyalarda asosan bo'yinni oldi tarafidan kirib, shu diskni to'liq olib tashlagan holatda uning o'rniga implant qo'yib hamda maxsus metal fiksatorlar bilan fiksatsiya qilib bajariladigan operatsiya hamda endoskopik yo'l bilan faqat disk churrasini o'zini olib tashlash operatsiyalari. Hamda bemorning talabiga ko'ra biz endoskopik operatsiya qilish uslubini tanladik. Bu qanday amalga oshirildi? Bemorning bo'yin umurtqalarini orqa tarafidan taxminan kattaligi 6-7 mm atrofidagi kichkina endoskop bilan 7 mm kesilgan holatda tushib va unda umurtqani orasidan kirib borgan holatda mana shu disk churrasini olib tashlab, nerv ildiz kanalini kengaytirib, nervlarni ezilishiga barham berdik. Bemorda operatsiyadan keyingi davr mobaynida qo'llaridagi og'riq yetarlicha kamaydi, taxminan 90-95% ga. Uyushlari ancha mana bir kun, bir sutka davomida juda keskin qo'lidagi uyush ham kamaydi hamda bemorga bugun yaxshi holatda uyga javob beryapmiz. Chap qo'l og'rig'i bilan kelgandim. Shu og'ir holatda kelgandim qo'lim og'rig'i bilan. Shu og'riq qanaqa bo'lgani haqida ozgina aytib bering. Og'riq shu tomir tortishib, uyushib, shu holatga kelgandim, chidab bo'lmaydigan darajada. Barmoqlaringizgacha Barmoqlarigacha uyushib, sing'ib og'rirdi. Mana operatsiya qilishdi, mana rahmat doktorlarga. Chinobat Fayziyev doktorlar, vrachlariga. Operatsiya qilishib, mana o'sha girija ekan, girijani olib tashlashdi. Mana og'riqlar qoldi, hozir yaxshi. Bu dard bilan qancha yurdingiz operatsiyagacha? Bu dard bilan 6 yil bo'ldi, 6 yil, 7 yil qashdi. Davolandim. Bormagan joylarim qolmadi, hamma joylarga bordim. Hamma yerda yotib chiqib, oxiri bo'lmasdan Chinobat Fayz tavsiya qilishiga keldik. Kelib, mana operatsiya qilishdi, operatsiyadan chiqdik yaxshi. Mana og'riqlar to'xtadi. Qo'lingizni ko'tarib ko'ra olasizmi hozir ozgina? Og'riq yo'qmi? Og'riq yo'q mana. Yaxshi hozir. Operatsiyaning o'rnida qanday og'riqlar? Operatsiya o'rnida ham og'riq yo'q. Hozir yaxshi holatda turibman.